Assalomu alaykum. Hurmatli chorva qo'y ishqibozlari va kanalimiz a'zolari. Mana bugun 26-aprel 2026-yil. Biz o'zimizning xonadonimizdagi qo'zi-qo'chqorlarning obzorini qilamiz. Mana 20 dona sifatli qo'zi-qo'chqorlar. Soni 20 ta. 15 tasi erkak, 5 ta urg'ochisi bor. Manzilimiz Namangan viloyat Pop tuman Chodaq qishlog'i. Mana 20 dona. Yeb ichishi sog'ligiga bir hafta garantiyasi bor. Mana hozir bitta o'tkazib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana hammasi sifatli qo'zi-qo'chqorlar. Yeb ichishi sog'lig'ida muammosi yo'q. Mana. Albatta videoda kamchiliklar bo'ladi, uning uchun uzr so'raymiz. Nimaiki biz video bez montaj to'g'ridan to'g'ri YouTube'ga joylanadi. Videoni ko'p ham cho'zib o'tirmaymiz. Maqsad sotish. Maqsadga o'tamiz. Puliga kelsak, puli 3.600.000 dan yana xayriga kelishadigan joyi bor. Bitta olsa ham sotaveramiz, hammasini olsa ham sotaveramiz. Bizga dehqonchilikdagi gap. 3.600.000 dan aytilishi. Yana xayriga o'tib beriladi. Kelishiladi. 5 ta urg'ochisi bor, 15 ta erkak. Aloqa uchun telefonlarimiz 93li 970 82 82. 93li 970 82 82. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Agar mabodo telefonimizga tusha olmasangiz, aloqada ba'zi bir muammolar bo'lishi mumkin. Tusha olmasangiz, Telegram va WhatsApp bor shu nomerda yozishingiz mumkin. Albatta alohida ham video ko'rsatamiz. Kelgan odam xudo xolasa quruq qaytmaydi. Holatiga qarab, o'ziga qarab yana kelishib beradigan joyi bor. U 3.600.000 deyilyapti, taqalgan emas. E'tibor uchun rahmat. Albatta mehnatimizni qadrlab, like bosish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar.